Bolaga qachondan boshlab suv berish mumkin? Chaqaloqlar 6 oylik bo'lgunga qadar ularga suv berish mumkin emas. Sababi ona suti tarkibida bola uchun yetarli bo'ladigan suv miqdori mavjud. Chaqaloqlar bu katta odamlarning kichraytirilgan versiyasi degani emas. Ularning tanasi butunlay boshqacha ishlaydi. Agar siz hali 6 oylik bo'lmagan bolaga suv berishni boshlasangiz, bu ona sutining kamayib ketishiga sababchi bo'ladi. Chunki bola chanqog'ini suv bilan bosar ekan, ona sutini kamroq emishni boshlaydi. Natijada ona tanasida gormonal o'zgarish bo'ladi. Sodda qilib aytganda, onaning tanasi o'ylaydiki, bola katta bo'ldi, endi unga sut kerak emas deb sutni kamaytirishni boshlaydi. Hali 6 oylik bo'lmagan bola uchun suvning yana bir xavfli tomoni bolani ichi ketib qolishiga sababchi bo'lishi mumkin. Chunki suv hali bola tanasi uchun ona sutidek steril hisoblanmaydi. Qachonki bola 6 oylikka o'tar ekan, unda ichak hazm traktidagi flora mukammal darajada shakllanib oladi va qo'shimcha ovqatlar shu bilan birga suvni ham bemalol o'zlashtira oladi. Diqqat qiling, yuqoridagi tavsiyalar faqat sog'lom bolalar uchun tavsiya qilindi.